Buni bir yo'qlik qilish kerak. Yoki tirigini yoki o'ligini topish kerak. Eshityapsanmi? Shuni bilib turib, nimaga unda urdingiz? Shamagur. Yetimcha. Hamma pullarimni o'g'irlab ketdi. Qo'ygan joyimda yo'q. Yaxshigina pul jamg'arib qo'ygandim. Zumrasha. O'sha pullarni olib ketib, kayf safo qilib yurgan bo'lsa-ya, tugatgandan keyin kelsa-ya uyga. Voy, bu kuydirgi qayerlarda yurgan ekan? Qayerlarda yurgan ekan bu? Bir qattiqroq urib olgan bo'lsangiz, ariq-pariqda o'lib yotgandir-da. Bir yugurib o'tayotgan payt bir mashina urib o'ldirib yubordim. Ey, gapingni shamol uchirsin. Bir narsa bo'lganda xabar kelardi-da. Morgda o'liklar ko'p. Qilib yotib. Nafasim yo'q. Ertaga maktabiga borib xabar olsam keyin. Bundan boshlab Gulchahonni maktabida o'qiysan. Isming Gulchahon. Adashib ketma, xo'p? Bu qizni taniysizmi? Ha, taniyman. Xo'jayinimning jiyani bo'ladi-ku. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Bu qizni bu ahvolga kim solgan ekan, xabaringiz yo'qmi? Men qayerdan bilaman buni kim qaysi ahvolga solganini? Yo siz o'zi kimsiz? Nega meni so'roq javob qilyapsiz? Tuman ichki ishlar bo'limidan mayor Xudoyorov bo'laman. Aynan mana shu qiz bilan bog'liq holat yuzasidan surishtiruv ishlarini olib boryapman men. Men bilmayman, balki qo'shnilar bilan urushgandir, qo'shnining bolalari bilan talashgandir. A? Uni xotirasi yo'qolgan, hech narsani eslay olmaydi.